Yoshlar, yangi O'zbekiston taraqqiyotining eng katta kuchi, eng katta ishonchli tayanchi. Shu bois davlat siyosatining markazida yoshlarning manfaatlari, orzu-intilishlari, ta'limi va bandligi turibdi. Prezidentimiz tashabbusi bilan amalga oshirilayotgan ko'plab loyihalar esa bu yo'nalishdagi eng muhim islohotlardan biridir. Joriy yilning yanvar-mart oylarida Kogon shahridagi 19 ta mahallada yoshlar yetakchilari tomonidan yoshlar balansi shakllantirish maqsadida xonadonbay tamoyili asosida keng ko'lamli o'rganish ishlari olib borildi. Natijada 13.262 nafar yosh yigit-qizlarning ijtimoiy holati, bandligi, iqtidori va muammolari elektron tarzda ro'yxatga olindi. Bugun bu ma'lumotlar Yoshlar balansi platformasi orqali amaliy natijalarga aylanmoqda. Har bir yoshning ehtiyoji va imkoniyati individual tarzda o'rganilib, ular uchun kasb-hunar kurslari, kredit asosida biznes boshlash imkoniyati, qolaversa sport yoki madaniyat yo'nalishlarida rivojlanish sharoitlari yaratilmoqda. 2025-yil nafaqat Kogon shahar yoshlari hayotida, balki respublikamizni barcha jabhalarida faoliyat yuritayotgan yoshlar hayotida o'zgacha o'zgarish bo'ldi. 2025-yilda haqiqiy ma'noda yoshlar yili bo'ldi desak adashmaymiz. Sababi yilning boshidan 14-fevral kuni davlatimiz rahbari mamlakatni barcha yoshlari bilan uchrashuv o'tkazib, o'sha kunning o'zida qator, ya'ni 3 ta prezident qarorini e'lon qildi. Ulardan birinchisi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 60-sonli qarori bo'lib, unda yoshlar tadbirkorligini qo'llab-quvvatlash maqsadida maqsadli jamg'armani tashkil etib berdilar va ushbu jamg'armadan yoshlarni tadbirkorlikni moliyalashtirish maqsadida 9 ta tijorat bankini bog'lab berdilar. Undan tashqari 61-sonli qarorni e'lon qildilar. 61-sonli qaror bilan bitiruvchi talabalarini tadbirkorligini rivojlantirish uchun sarmoya ajratib, tadbirkorlar uchun imtiyozli kreditlar ajratishni belgilab, qaror qabul qilib berdilar. Qabul qilingan qaror, farmonlar Kogon shahar yoshlari hayotida ham takrorlanmas izini qoldirdi deb aytsak mubolag'a bo'lmaydi. Jumladan 8 nafar yoshlar o'z tadbirkorligini boshlab, 4,5 milliard so'm miqdorida imtiyozli kreditlar ajratib, ishlab chiqarish, xizmat ko'rsatish sohasida o'z tadbirkorlik faoliyatini boshlagan va o'ziga o'xshagan o'nlab ishsiz yoshlarni daromad topishiga sharoit yaratib bergan. Yilni boshida xatlov o'tkazganimizda 13,5 ming nafar yoshlarni 78% yashil toifadagi, ya'ni doimiy daromad manbaiga ega bo'lgan, ta'limda rasmiy band bo'lgan yoshlarimiz hisoblanadi. 3500 nafar yoshlarimiz sariq toifadagi, ya'ni norasmiy faoliyat bilan shug'ullanayotgan. Hozirgi kunda migratsiyada borib daromad topayotgan yoshlarimiz hisoblansa, 385 nafar yoshlarimiz qizil toifadagi yoshlar ekanligi aniqlandi. Yil boshida aniqlangan xatlov natijalariga ko'ra 385 nafar yoshlarni bizlarning rejamiz yilning oxirigacha ularni sariq toifadagi yoshlarni yashil toifaga o'tkazishdan iborat. Kogon shahrida yoshlarning iqtisodiy faolligini oshirish, ularni tadbirkorlikka keng jalb etish yo'lida izchil ishlar olib borilmoqda. Davlatimiz rahbarining 2025-yil 14-fevraldagi qaroriga asosan yoshlar biznesi dasturi amaliy tus oldi. Bugungi kunda Kogonda 454 nafar yosh tadbirkorga 30 milliard 648 million so'm miqdorida imtiyozli kreditlar ajratildi. Shundan 16 nafar yoshga 3 milliard 947 million so'm kredit Milliy bank hamda aloqa bank orqali berildi. Bu mablag'lar nafaqat biznesni boshlash, balki mavjud faoliyatni kengaytirish, yangi ish o'rinlari yaratish imkonini bermoqda. Kogon shahrida yoshlar siyosatining amaliy natijalari faqat tadbirkorlik bilan cheklanmaydi, balki har bir yoshning ijtimoiy muammosini hal etish, iqtidori va tashabbusini qo'llab-quvvatlash ham tizimli tarzda yo'lga qo'yilgan. Mahallalardagi yoshlar yetakchilarining tavsiyasi asosida 2025-yil 105 nafar yoshlar daftariga kiritildi. Ulardan 91 nafariga turli yo'nalishlarda o'qishga kirish, kasb-hunar o'rganish, ish o'rni topish yoki ijtimoiy yordam shaklida 514 million so'm miqdorida moddiy ko'mak ko'rsatildi. Oddiy misol, Mustaqillik mahallasida bugun yoshlarning bandligini ta'minlash borasida kattagina o'zgarishlar kuzatilmoqda. Hozirgi kunda Mustaqillik mahallamizda 713 nafar yosh mavjud bo'lib, shundan 395 nafarni qizlar, 318 nafarni yigitlar tashkil qiladi. Bizning mahallamizda har galgidek xatlov jarayonlari o'tkazish jarayonida 10 nafar yoshni ishsizligi aniqlandi. 2 nafar yoshimizni IT sohasida kasb-hunarga o'qitdik. Hozir ular sertifikat olib ishlarini boshlashgan. 5 tashabbus olimpiadasi doirasida bizning mahallamizda voleybol sport turi bo'yicha qizlarimiz Kogon shahar bo'yicha birinchi o'rinni egallashdi.
beryapti. Hozirgi kunda yoshlarimizga yaratib berayotgan imkoniyatlardan unumli foydalanishlari hamda prezidentimiz yaratib berayotgan imkoniyatlari, berayotgan tashabbuslari orqali biz yoshlar yetakchilari yoshlarni qo'llab-quvvatlashga harakat qilamiz. Kogonlik Madina Sattorova bugun yoshlar uchun yaratilayotgan imkoniyatlardan unumli foydalangan yosh tadbirkor. U dastlab uy sharoitida sovundan gullar va bezaklar yasash bilan shug'ullanar edi. Keyin esa o'z faoliyatini kengaytirish uchun yoshlar yetakchisiga murojaat qildi. Natijada Madina yoshlar daftari orqali imtiyozli kredit olib, ishlab chiqarish hajmini oshirdi. Madina Sattorovaning bu muvaffaqiyati yoshlarga bo'lgan ishonch va davlat tomonidan yaratilayotgan imkoniyatlarning amaliy samarasidir. Sovundan gul tayyorlashni o'rgandim. 33 million miqdorda kredit oldik biz va mana shu tadbirkorligimni kengaytirdim. Turli xil savatlar zakaz qildim, sovunlar, barglar, har xildan zakaz qildim. Va bugungi kunda shu biznesimni kengaytirdim va 6 nafar o'quvchim bor. Bu kreditni olganimda 1 yil bo'lyapti. Men buyurtma asosida tayyorlayman. Bu guldan tashqari kelinlarimiz uchun taqinchoqlar ham tayyorlayman. 7-8 million shu mavsumda daromad ko'rsa bo'ladi. Men shu yoshlar yetakchimiz tavsiyalari asosida mahalla agenti sifatida ishga qabul qilishdi meni. Kogonda yoshlar bandligini ta'minlash yo'lida amalga oshirilayotgan yana bir muhim loyiha Mahbuba Muminova rahbarlik qilayotgan tikuvchilik sexidir. Bugun u o'z mahallasidagi 10 ga yaqin yosh qizlarga kasb sirlarini o'rgatmoqda. Bu yerda nafaqat tikuvchilik o'rgatiladi, balki yoshlarda mehnatsevarlik, mustaqil daromad topish va jamiyatda o'z o'rnini topish kabi fazilatlar shakllanmoqda. Quvonarlisi, darslarni muvaffaqiyatli yakunlagan yoshlar uchun Yoshlar ishlari agentligi Buxoro viloyati boshqarmasi hamda Kogon shahar hokimligi hamkorligida tikuv mashinalari topshirilishi rejalashtirilgan. Oldin uyda tikish qilardim. Malakamni oshirish maqsadida katta ateliye ochish maqsadim bor. Yoshlar yetakchimizga murojaat qildim, imkoniyatlarimizni tushuntirdilar. Men bundan juda ham xursandman. Bugun Kogon shahrida yoshlarga e'tibor nafaqat dasturlar yoki kreditlar bilan cheklanmayapti. Bu tizimning markazida yoshlar yetakchilari turibdi. Shahar bo'yicha 19 ta mahallada yoshlar yetakchisi lavozimi joriy etilgan bo'lib, ular har kuni o'z hududdagi yoshlarning muammosini tinglab, ularning tashabbuslarini qo'llab-quvvatlab kelishmoqda. Birinchi bo'lib yil boshida biz yoshlarni xatlov qilishdan boshladik. Ya'ni har bir yoshning xonadoniga borib, uning nimaga qiziqadi, kelajakdagi rejalari qanaqa, agar tadbirkorlik faoliyatini boshlash niyati bo'lsa, demak unda qanaqa yordamlar kerak. Mana shularni aniqlab xatlov jarayonida bir boshdan yozib chiqdik va undan keyin bizga ishsiz yoshlarning ro'yxati, tadbirkorlik qilish niyatida bo'lgan yoshlarning ro'yxati va sportni qaysi turiga qiziqadigan yoshlarning ro'yxati shakllandi. Biz shu shakllangan ro'yxatlar asosida ishsiz yoshlarimiz mahallamizda 6 dan tashkil etdi. Mana shu ishsiz yoshlarimizni 5 tasini doimiy ish bilan joylashtirdik va bir nafarini esa kredit mablag'lari ajratish evazida o'z tadbirkorlik faoliyatini boshlashga ko'maklashdik. Undan tashqari davlat ko'magiga muhtoj bo'lgan og'ir toifadagi yoshlarimiz ham bor edi. Ularni favqulodda vaziyatlar bo'lim boshlig'iga biriktirish orqali hayotda o'z yo'llarini topishga ko'maklashdik. Hozirgi kunda mahallamizda 547 nafar yoshlar mavjud bo'lib, yil boshida xatlov natijasida 9 nafar ishsiz yoshlar aniqlanib va 12 nafar og'ir toifadagi yoshlarimiz aniqlab olingan edi. Bulardan ishsiz yoshlarimiz hozirgi kunda 2025-yil holatda barchasi ish bilan ta'minlandi. Og'ir toifadagi yoshlarimizga Kogon shahar prokurori biriktirilgan bo'lib, shu bilan 11 nafar yosh biriktirilgan, 11 nafar yoshdan 3 tasiga kredit ajratildi. 2 nafari rasmiy ish joyiga joylashtirildi. Yoshlar yetakchilari chin ma'noda yoshlarga yelkadosh, hayotiy maslahatchi va ko'makdoshga aylangan. Ayniqsa bandlik, tadbirkorlik, ta'lim va madaniyat yo'nalishlarida yetakchilar tashabbusi bilan ko'plab loyihalar amalga oshirilmoqda. Kogon yoshlari uchun albatta yil boshida tasdiqlangan rejaga muvofiq shu yilning o'zida bizning 775 nafar Kogon shaharni bitiruvchilari mehnat bozoriga kirib keldi. Hozirgi kunda biz 710 nafar yoshlarimizni bandligini ta'minlab, ularni doimiy daromadga ega qildik. Hozirgi kunda bizda 60 nafar yoshlarimiz qolyapti. 60 nafar yoshlarni o'zini qiziqishidan kelib chiqib, ularni tadbirkorlikka, kasb-hunarga, til o'rganishga yo'naltiryapmiz. 2025-2026 o'quv yili bitiruvchilarni bandligini ta'minlash choralarini ko'rishni rejalashtirganmiz. Kogon shahar yoshlarining orzusi Kogon shaharda
yoshlarimiz uchun muhtasham bo'lgan bir yoshlar markazini qurib foydalanishga topshirishni rejalashtirganmiz. Xudo xohlasa ushbu rejamiz ham kelgusi yilga amalga oshiriladi. Bunda biza o'quv kurslari, to'garaklar, fan, ta'lim, sport to'garaklarini umumlashtirgan, o'zida yoshlar uchun yaratilgan barcha imkoniyatlarni mujassamlashtirgan yoshlar markazini qurib foydalanishga topshirishni rejalashtirganmiz. Bugun Kogon shahrida yoshlar siyosati nafaqat hujjatlarda, balki amalda o'z ifodasini topmoqda. Shahar miqyosida yoshlar uchun yaratilayotgan bunday imkoniyatlar bu yangi O'zbekiston siyosatining amaliy ifodasidir. Chunki har bir yoshning bandligi, tashabbusi va muvaffaqiyati mamlakat kelajagi uchun poydevordir. Bugun Kogondagi o'z kasbini topgan, hunar o'rganayotgan, kredit olib biznes boshlagan yoki boshqalarga o'rgatayotgan har bir yosh bu islohotlarning natijasidir. Eng muhimi, yoshlar bilan ishlash tizimga yangicha yondashuv joriy etildi. Har bir mahallada faol yetakchilar ularning tashabbuslarini qo'llab-quvvatlashmoqda. Bu shubhasiz yangi O'zbekistonning eng muhim siyosiy yo'nalishlaridan biri. Yoshlar siyosati amalda g'oyasining hayotdagi yorqin isbotidir.